Yo'l harakati qoidalarining 66-bandida harakat ikki tomonlama tashkil qilingan 3 tasmali yo'lda chiziqlari, ya'ni 1.9 chizig'idan ajratilmagan yo'llarda o'rta bo'lakka chapga qayrilib olish uchun, quvib o'tish uchun, aylanib o'tish uchun chiqishga ruxsat beriladi. Xo'p, shu band bo'yicha avtotestda quyidagi savollar mavjud. Birinchi savolimiz: siz 3 tasma bo'lgan ikki tomonlama yo'l bo'ylab harakatlanyapsiz. O'rta tasmaga o'tishga qanday holatda ruxsat beriladi desa, o'rta tasmaga siz chapga qayrilib olishga. Agarda transport vositasi harakatlanib ketayotgan bo'lsa, quvib o'tish uchun ham chiqsangiz bo'ladi. Harakatlanib ketsa quvib o'tish, aylanib o'tish desa, buzuq tursa bu aylanib o'tish hisoblanadi. Yurmay tursa aylanib o'tish, harakatlanib ketsa quvib o'tish. Quvib o'tish degani qarama-qarshi bo'lakka chiqib oldindagi transportdan oldinlab ketishingiz bu quvib o'tish hisoblanadi. Ya'ni o'zingiz bo'lagingizni qaytishingiz kerak edi. Nima uchun qarama-qarshi bo'lak desangiz, qarama-qarshidan kelayotgan transportdan o'rta bo'lakdan foydalanishga ruxsat berilgan. U ham harakatlanadimi qarama-qarshi? Siz o'sha bo'lakka chiqdingizmi, bu quvib o'tish hisoblanadi. Aylanib o'tish, hop, chapga burilish va qayrilib olish. Demak, sanab o'tilgan barcha holatda siz o'rta bo'lakdan amalga oshirilasiz. Keyingi savol: ikki tomonlama harakat yo'lida 3 tasma bor. Ikki tomonlama harakat 3 tasma bor. Siz o'ngga burilishingiz zarur. Ushbu manyovrni qaysi tasmadan amalga oshirasiz? Siz o'ngga burilish uchun o'ng tasmadan amalga oshirasiz. O'rta tasmadan faqat chapga qayrilib olish uchun chorahalarda hozir ko'rib turganingizdek, ushbu vaziyatda quvib o'tishdan so'ng o'rta bo'lakda qolishingiz mumkinmi? Har doim esingizda tuting, toq bo'lakli harakat qarama-qarshi tashkil qilingan yo'lda o'rtadagi bo'lak qarama-qarshidan kelayotganga ham va ketayotganga ham ikkalasiga ham tegishli. Bu bo'lakdan kim birinchi foydalanadi desa, kim bu bo'lakka birinchi kirib olsa o'sha foydalanadi va chiqib ketish majburiyati yuklatilgan. Ya'ni quvib o'tishga chiqdingizmi, quvib o'tish tugallagandan keyin bu bo'lakni bo'shatib qo'yishingiz kerak. Ushbu vaziyatda quvib o'tishdan so'ng o'rta bo'lakda qolasizmi? Yo'q, qolish mumkin emas. Keyingi savol: harakat ikki tomonlama bo'lgan 3 tasma yo'lda siz o'ngga burilishingiz zarur. Ushbu manyovrni qaysi tasmadan amalga oshirasiz desa, o'ng tasmadan. Yuqoridagi ma'lumotlarga tayanamiz. Hop, o'ng tasmadan. E'tibor bering, o'ng tasma bilan o'rta tasmani tez o'qiganingizda yoki hayajonlanganingizda yoki shunga o'xshagan hollarda siz o'ng bilan o'rtani adashib bosib qo'yishingiz mumkin. Har doim bu savolni o'qiyotganingizda o'ngni ajratib oling. Hop, keyingi savol: ko'k avtomobil qaysi yo'nalishda harakat ruxsat beriladi? Ko'k avtomobil hozir bu vaziyatda chapga va qayrilib olish uchun chiqa oladi. Harakat ikki tomonlama tashkil qilingan, toq bo'lakli yo'l, ya'ni 3 bo'lakli yo'l, o'rtadagi bo'lak chapga va qayrilib olish uchun xizmat qiladi chorahalarda. Keyingisi: qaysi transport haydovchisi quvib o'tish to'g'ri bajarilyapti? Hop, harakat ikki tomonlama tashkil qilingan 3 bo'lakli yo'l, o'rta bo'lakdan foydalansa bo'ladi. Lekin chetga chap bo'lakdan ko'k avtomobil mumkin emas mana. Chetga birinchi bo'lakka chiqsangiz, o'rtada mana 1dan 2ga chiqsangiz bo'ladi. 3-bo'lakka chiqish mumkin emas. Ya'ni qaysi bir to'g'ri burilyapti? Yashil avtomobil. Shu savolni sizga chalg'itib yana bir marta beriladi. Qaysi transport haydovchisi quvib o'tish to'g'ri bajaryapti desa, yuk avtomobili, yashil avtomobil. Prosta yuk bilan yashilda savol bir xil, variantlarida javoblarni sal o'zgartirib bergan. Lekin qoidani zo'r tushunsangiz, bu savollar sizga yangilik yoki chalg'itmaydi. Hop, keyingi savol: ko'k avtomobil haydovchisi quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Qoidalar bo'yicha harakat ikki tomonlama tashkil qilindi. Chetga bo'lakka chiqish mumkin emas. Ya'ni shu qoidaga amal qilib taqiqlanadi. Yuqoridagi rasm shunga izoh. Keyingi savol: bunday vaziyatda qizil avtomobil haydovchisi quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Ikki tomonlama harakat. Endi savolda yaxshilab o'qisak, quvib o'tyapti degan joy ketyapti. Demak, quvib o'tyapti desa qarama-qarshidan transport keladi degan ma'noni bildiryapti-da. Chetga chap bo'lakka chiqish mumkin emas. Ya'ni taqiqlanadi. Xuddi shu savol: ko'rsatilgan vaziyatda yengil avtomobil quvib o'tishga ruxsat beriladimi desa, bu joylar ko'pchilik yodlab oladi. Mayda 320 yo'l belgisi bor. Bunda barcha transport vositalari quvib o'tmaydi. Shuning uchun yengil avtomobil quvib o'tmaydi degan savolni yodlab oladi-da, mohiyatiga tushunmaydi. Bu narigi savollarda chetga chap bo'lakka chiqsa bo'laveradi yoki mana bu aylanib o'tsa bo'laveradi. Balki bu joylarda belgi yo'q deb turib xato belgilab qo'yadi. Yo'q, qoida harakat ikki tomonlama tashkil qilindi, 3 bo'lak yo'l chiziqlar bilan ajratildi. Chetga chap bo'lakka chiqish mumkin emas.
chapga va qarilib olish uchun ham o'rta bo'lakdan amalga oshiriladi. Shu qoidani esdan chiqarmasangiz, hech qachon chalg'imaysiz, adashtirib ham qo'ymaydi. E'tibor bering, bitta savol turlanib birma-bir qaytib kelyapti xolos. Yana matnlisi 3 tasma bo'lgan ikki tomonlama harakat tashkil qilingan yo'lda ro'para harakat uchun mo'ljallangan chetki chap tasmaga o'tishga ruxsat beriladimi desa taqiqlanadi. Rasmlisi, matnlisi. Hop, savol takrorlanyapti. Qaysi transport qubichi to'g'ri bajaryapti desa, bayda yashil avtomobil ko'k chetki chapga chiqa olmaydi. Xuddi shuni 4 ta holatda berilgan mana. Qaysi rasmda qubichi to'g'ri ko'rsatilgan desa, birinchi rasmda quvib o'tish atamasi agar transport vositasi o'zi harakatlangan bo'lagidan qarama-qarshiga chiqib oldinlab o'zini bo'lagiga ketsa, quvib o'tish birinchi rasmda. Agar bir xil yo'nalishda qarama-qarshiga chiqmasdan bir xil yo'nalishdagi transport vositalaridan oldinlab ketsa, bu o'zib ketish hisoblanadi. Uchinchi rasmda o'zib ketyapti, ya'ni quvib o'tishga misol bo'lmaydi. Quvib o'tish desa birinchi rasmda, o'zib ketish desa uchinchi rasmda. Ikkinchi rasmda qarama-qarshi harakat bo'lagi o'rta bo'lakka quvib o'tish uchun chiqsa bo'ladi. Demak, ikkida to'g'ri. To'rtinchi rasmda ko'pchilik ma'nosiga tushunmasdan turib, ikki tomonlama harakat chetki chap bo'lakka chiqib bo'lmaydi, bu joyda quvib o'tib bo'lmaydi degan narsani ilgari suratda xato tushunib oladi. Bu joyda e'tibor beringlar. Bu joyda bir tomonlama harakat, ya'ni bir tomonlama yo'l belgisi borligi uchun bu quvib o'tish deyilmaydi, o'zib ketish deyiladi. Bu joyda o'zib ketsa bo'ladi. Demak, quvib o'tish so'raganligi uchun 1 bilan 2. Agarda savolda o'zib ketish desa 3 bilan 4. Shu kabi foydali ma'lumotlarda yoki savollarni mohiyatiga tushunmasdan yodlamaslikni oldini olish uchun sahifamga obuna bo'ling. Shu kabi foydali ma'lumotlarda doimiy ulashib boraman.